Tak do'stlar, qaranglar, bizda yana o'sha IFBGni to'g'ri aniqlab, qanday bitimga to'g'ri kirish. Qaranglar, e'tibor beringlar, bizda hozir 4 soatlik time frame o'tamiz. 4 soatlik time frame'da bizda mana bu zona bor, ya'ni shamna zonasi. Bizda plyus narximiz D1 FBGda turibdi. D1 FBGga narx yetib kelgan. Bizda NSD novozelandskiy dollar hamda dollar США pari D1 time frame'da turibmiz. Hozir 4 soatlik o'tamiz. 4 soatlikda qaranglar, bizda mana liquidity sweep bor. M15 da ko'rsataman liquidityni. Liquidity sweep bo'lyapti. Sweep bo'lishi bilan sразу uchta sham oralig'ida fair value gap, ya'ni inversiya beryapti. Narx yorib o'tyapti. Bu inversiya bo'lgandan keyin narx dalishi mana bu maksimum ham yangilamasdan turib biz ertachi bitimga kirib olishimizga bu yaxshigina imkoniyat, ya'ni IFBG. Endi qaranglar, maksimum 1 ga 2,5, 1 ga 2 соотношение risk pribыл biz ishlab olsak bo'ladi do'stlar. Kuchli zonagacha mana bu liquidni zonagacha ishlab olsak bo'ladi. Bu bitimga men kirmadim chunki dekabr oyi bo'lgani uchun bitimga men kirmadim. Sizlar bilan shunaqa foydali ma'lumotlarni o'tkazib bormaslik uchun kanalimga obuna bo'lib qo'yib, bemalol qo'shimcha savollar bo'lsa, savollaringizni. Tak do'stlar, qaranglar, bizda yana o'sha IFBGni to'g'ri aniqlab, qanday bitimga to'g'ri kirish. Qaranglar, e'tibor beringlar, bizda hozir 4 soatlik time frame o'tamiz. 4 soatlik time frame'da bizda mana bu zona bor, ya'ni shamna zonasi. Bizda plyus narximiz D1 FBGda turibdi. D1 FBGga narx yetib kelgan. Bizda NSD novozelandskiy dollar hamda dollar США pari D1 time frame'da turibmiz. Hozir 4 soatlik o'tamiz. 4 soatlikda qaranglar, bizda mana liquidity sweep bor. M15 da ko'rsataman liquidityni. Liquidity sweep bo'lyapti. Sweep bo'lishi bilan sразу uchta sham oralig'ida fair value gap, ya'ni inversiya beryapti. Narx yorib o'tyapti. Bu inversiya bo'lgandan keyin narx dalishi mana bu maksimum ham yangilamasdan turib biz ertachi bitimga kirib olishimizga bu yaxshigina imkoniyat, ya'ni IFBG. Endi qaranglar, maksimum 1 ga 2,5, 1 ga 2 соотношение risk pribыл biz ishlab olsak bo'ladi do'stlar. Kuchli zonagacha mana bu liquidni zonagacha ishlab olsak bo'ladi. Bu bitimga men kirmadim chunki